Assalomu alaykum. Bugungi darsimiz nutqiy kamchiligiga ega bo'lgan bolalarni maktab ta'limiga nutqiy jihatdan tayyorlashda o'yin faoliyatidan foydalanish. So'zlovchi Musurmonova Zarina O'tkir qizi. Rejalar bilan tanishamiz. Nutq kamchiliklarini aniqlash va o'yin yordamida tuzatish usullari. O'yinlar orqali bolalarning nutq rivojlanishiga ta'sir qiluvchi omillar. O'yin faoliyati nutqiy kamchiliklarni bartaraf etishning rolini baholash. Ma'ruza matnimiz bilan tanishamiz. Nutqiy kamchiliklarni aniqlash usullari. Nutqiy kamchiliklar fonetik, leksik, grammatik va fonologik turlarga bo'linadi. O'yin faoliyatlari nutqiy muammolarni aniqlashda muhim rol o'ynaydi. Chunki ular bolalar uchun qulay, samarali diagnostika imkonini beradi. Baholash uchun hikoya aytish, so'zlarni takrorlash va tasvirlash bilan ishlash kabi o'yinlar yordamida nutq qobiliyatini tekshirish mumkin. O'yin faoliyatining ta'siri. O'yinlar bolalarning nutqiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ular bolalarga fikrlarini ifoda etishni o'rganishga yordam beradi, nutqiy qobiliyatini oshiradi. O'yin yordamida tuzatish usullari. O'yinlar orqali nutqiy kamchiliklarni tuzatishda strategiyalar muhim ahamiyatga ega. Masalan, rolli o'yinlar va dialoglar nutqni amaliy tarzda rivojlantirish uchun keng qo'llaniladi. Bu faoliyatlar bolalarda ishonch, nutqiy qobiliyatni oshirishga yordam beradi. Interaktiv faoliyatlar bilan nutqiy rivojlanishni mustahkamlash mumkin. O'yin faoliyatining metodologiyasi. O'yin faoliyati ta'lim jarayoniga kiritish uchun turli metodlar qo'llaniladi. Masalan, guruhli, individual o'yinlar. O'yinlar tanlashda bolalarning yoshiga, qiziqishlariga, nutqiy qobiliyatiga mos keladi. Variantlar tanlanadi. Metodlar nutq rivojlanishini samarali qo'llab-quvvatlaydi, faol ishtirokini ta'minlaydi, o'quv jarayonini yanada qiziqarli qiladi. Natijalar va tavsiyalar. O'yin faoliyatining nutqiy kamchiliklarni bartaraf etishda yuqori samaradorligini ko'rsatadi. Kelajakda o'qituvchilar va mutaxassislar individual ehtiyojlarni hisobga olgan holda o'yinlarni tanlashlari lozim. Bu yondashuv ta'lim jarayonini qiziqarli, samarali qilishning imkonini yaratadi. Bolalarning nutqiy rivojlanishini tezlashtiradi. O'yin nutq rivojlanishida muhim rol o'ynaydi, chunki ular bolaning muloqot qilish, fikrlash, ta'lim jarayonini rag'batlantiradi. O'yinlar va nutqiy qobiliyatlar o'rtasida kuchli bog'liqlik mavjud. Shuningdek, o'yinlar orqali bolalar ijtimoiy emotsional rivojlanish, hamkorlik qilish, muomala qilish ko'nikmasini egallaydi. O'yin faoliyatining turlari ham bordir. Turli xil o'yinlar bolalar nutqining rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Rol o'ynash o'yinlarda bolalar nutqiy ko'nikmalar amaliy qilish imkonini beradi. Masalan, do'stlar bilan muloqot qilish, ta'limiy o'yinlar esa oshirish uchun mo'ljallangan bo'lib, ular o'qish, yozishni o'rganishga yordam beradi. O'yinlar orqali o'rganish jarayoni. O'yinlar yordamida o'rganish bolalarning qiziqishini oshiradi, nutqiy qobiliyatlarni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Bu jarayonda bolalar faol ishtirok etadi. Fikrlash, muloqot ko'nikmasi kengayadi, motivatsiya bolalarni yangi narsalar o'rganishga undaydi. O'yin faoliyatining ijtimoiy ta'siri. O'yin orqali bolalarning ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirish muhim va bu jarayonda bolalar muloqot qilish, muammo hal qilish va hamkorlik qilish qobiliyatlarini oshiradi. Guruh faoliyatida o'yin nutqiy rivojlanishni ta'minlaydi. Bolalar o'rtasida muloqot va hamkorlikni kuchaytirish orqali ijtimoiy muhitga moslashishni mustahkamlaydi. O'yinlar va nutqiy rivojlanish strategiyasi. O'yinlar yordamida nutqiy rivojlanish uchun individual yondashuv muhim. Har bir bolaning ehtiyojlari va imkoniyatiga moslashtirilgan o'yinlar tanlanadi. Nutqiy rivojlanishni baholash uchun testlar, kuzatuv usullari qo'llaniladi. Bu esa jarayonni aniqroq boshqarishga yordam beradi. O'yinlar yordamida nutqiy strategiyalarni ishlab chiqish, individual yondashuvni ta'minlash, baholash usullarini qo'llash muhimdir. Bu yondashuv bolalarning ehtiyojlariga mos keladi. Nutq rivojlanishini samarali qo'llab-quvvatlash muhit yaratadi. O'yin faoliyati nutqiy kamchilikni bartaraf etishda roli kattadir. O'yin faoliyati metodik yondashuvlari. O'yin faoliyati ta'lim jarayoniga kiritishning asosiy metodik yondashuvlari mavjud. O'yinlar tanlashda bolalarning yoshida rivojlanish darajasi, nutq muammolariga e'tibor berish muhimdir. Bu yondashuvlar orqali nutq ijtimoiy ko'nikmalar rivojlanishiga erishadi. O'yin faoliyati ijtimoiy emotsional ta'siri. O'yin bolalarning ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Ular orqali bolalar o'rtasida muloqot rivojlanadi, nutqiy rivojlanishiga yordam beradi. Shuningdek, o'yin bolalarning emotsion barqarorligini mustahkamlashda ularning ijtimoiy mas'uliyatchanligini oshiradi. O'yin faoliyatining darajalar va kelajak istiqbollari ham juda kattadir.
Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, nutq kamchiliklarini aniqlash, baholashda o'yin faoliyatining muhim roli bor. O'yinlar yordamida nutqiy muammolarni bartaraf qilish, bolalarning rivojlanishiga qo'llab-quvvatlash mumkin. Ta'lim jarayoni samaradorligini tashkil uchun strategiyalar ishlab chiqilgan. Kelajak o'yinlariga keng foydalanish, innovatsion yo'nalishlarni joriy etish muhim. O'yinlar orqali bolalarning ijtimoiy, emotsional, nutqiy rivojlanishini mustahkamlash imkoniyatlari mavjud. Ushbu yondashuvlar maktab ta'limida nutqiy kamchilik ega bolalarni quvvat-quvvatlash muhim rol o'ynaydi. Foydalangan devotlar bilan tanishishingiz mumkindir. E'tiboringiz uchun rahmat.